Barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan men Durbek. Yetti. İlk ko'rinib bo'ldingiz. Bugun qishloqiga 10 ta savol beramiz va 10 tasiga to'g'ri topa olsa, mana shu tentirani porlatamiz. Nimaga seni qaror beryapman? Kreativdamiz. Kreativlik qishloqiga yoqadi-yu, lekin qishloqni skini yo'q ekan, berishmadi yaramaslar. Shuning uchun mana 17 ham o'ynaganmiz. Xo'p, mayli, keling. Birinchi savolim. 1 ga 1 nechi? 1 ga 1mi? 11 bo'ladi. 1 ga 2. Izimi? 200 ga cheksiz. Unda. Xo'p. Oxirgi misolim. 10 kere 10. Xo'p, unda. Qarang. Xo'p, gapiring. Xo'p, sizga bitta savol beraman endi. Uy. Xo'p, mana. Keling, savol beraman. Yo'q. Keling, savol beraman. Ko'rinmas odam ko'zini yumsa nimani ko'radi? Bu men savolimni. Yo'q, men savolimni aytdim. Chichi. Xo'p. Xo'p, bunda men portlataman, qishloq qarang. Chichi! Ot ketdi. Nimcha qotdi. Uy! Oyma telefon. Qaranglar, sizlar qanaqa burladi, men qimirlayapman. Men uchib ketyapman, qaytganim. Uchib yuribsizmi? Uchib ketyapman, osmonga. To'xtadi. Wow! Babu. Meniki otib o'raydi. Meniki ham. Lekin men haligi oppoq monetlarda tent ko'p bo'lib ketdi-yu. Shunda qotib sal ishladi. Bu yoqda ham bor ekan. Yurib uchib ketganlar to'g'ri. Qardi. Hozir ko'rgandim bo'pti. Ko'rdilarmi? Kanalga obuna bo'linglar. Chichi!